Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuhu. Kaderlik Facebook dünyanın her qaysi joylar qarindoshlarım, hammalarninki mushu vaqti ve bunu dinkinki vaqti xayrlik bo'lsin. Ben Abdulaziz Beştoğrak İstanbul'dan sizlarga Allah'ninki güzel salamı bo'lgan. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salam bilan birlikte bugünkü Facebook sindersimizni, yani 11. tedbir sindersimizni sizler bilen başlavanımız. Tünügen biz tedbir sinderisi 10. dersimizde düşkünlükten kurtuluşunki yolları doğruluq biraz derslerini, biraz usullarını birlikte öğünüp öttük. Erken Sıdık akımızdaki bu kişilik terakkiyat hakkındaki yazmalar, yani erken Sıdık yazmaları, kişilik terakkiyat hakkındaki yazmalar birinci kısım muvaffakiyetninki yeni tanımlaması degen bunu kitapın ismi muvaffakiyetnin yeni tanımlaması. Şu kitaptan bir bölük mezmunlarını birlikte öğünüp öttük kaderli qarindoshlar. Bugün sizler bilen birlikte ziyalı, yetekli gücü ve başkalarını ilhamlandırış doğruluk biraz mezmununu sizler bilen ortaklaşını halıdık. Tünügen kişi düşkünlükten kurtuluş olsa, hem de ilhamlandırış başkalarına ilham biriş kandan buludu. Ziyalılarının bu tarafta, yetekli güçlerinin, yetekçilerinin bu tarafta öteydiğen rolları kanda buluşu gerek. Yani bu mezmunda biraz Erkin Sıdık akımız 2009 yılı 7. ayının 3. günü yazgan bir makalesinde bu doğruluk kalem tevirtipti ve özününki fikirlerini biz bilen ortaklaşıptı. Yani biz bu tedbir neşriyatı birinci kısım kitabıdır, neşr kılan kitapta bu mezmunlarımı ba. Şonlaşka qarindoshlar bilen düşkünlükten kurtuluşun yollarını öğünüp kalmay, yine ilham birişinin yolları nemeyken bu doğruluk sizler bilen bu mezmununu ortaklaşımız. Bu kitaptaki 212. betten tatıp 235. betkiçi olan mezmun, biraz mezmun köprak. Şonlaşka bu yerdeki kısaca timini sözlep ötülü. Ziyalinin eniqlaması onun rolü nime? Birinci mezmun. İkinci bir yetekli gücü buluş için kandak şartlarını hazırlaş gerek. Üçüncü kandak kılganda başkalarını rıgbetlendirgili buludu. Bu yerde muşu doğruluk kalem tevirtipti. Burada küçük timila, birinci ziyalıyla bularınki türleri, ikincisi teşkilat, üçüncüsü yetekli güçler, dördüncü başkalarını ilhamlandırış usulleri, beşincisi bolsa bu usullardan 9-10 xil usul barken chet eldeki Uyg'urlarga bir qancha taklif, beşincisi de Erkin Sıdık akımızdan tekliflerini yazıptı bir yerge. Biz bu mezmununu sizler bilen Facebook sin dersimizde ortaklaşımız kaderli qarindoshlar. Anda olsa diqqatinglar bu bizninki bugün sözlemekçi olan mezmunda bolsun. Ben hazır kameranın arkasına ötep gitimen inşallah. Kitapninki timisini ben sizlerge ortaklaşımın kamerada aşağı görünüp durdu. Ben kitapını sizler bilen bir yerde okuyumuz kaderli qarindoshlar. Biraz vaqtinglarni, sabringlarni tilaymiz. Kitap bunun biraz yine başka özgertadigan yerlerini özgertdik. Facebook'ninki canlıq teresiniki men şundaq usulları var kaderli qarindoshlar. Kamerani biraz to'g'rilab olgandan keyin haqiqiy mazmunga o'tib ketimiz canım do'stlar. Vaqtimiz biraz qis, şonlaşqa biraz ittikroq o'qib selishim mumkin. Eyüp ki buyurmagaysizlar.
212 bet dedik. Yani ziyali yetekligücü ve başkalarını ilhamlandırış. 2009 yıl 7. ayının 3. günü yazılgan makale iken, dünyanın meşhur fizik alimi Albert Einstein, İngilizcesi Albert Einstein, yaşayan vakti 1879 yıldan 1955 yılgacha. Mundaq deydi. Dünya bir xatarlik joy. Bundaq bo'lishini rezil ishlarni qildiganlar keltirib chiqarganlar emas. Balki ashu rezil ishlarni ko'rib turib, sukut qilib ketaveradiganlar keltirib chiqargan. Bu so'zni o'zimizga tatbiqlasak, onun ma'nosi Uyg'urlarning bugungi kundagidek nachar ahvolga tushib qolishini boshqalarning rezil ishlar keltirib chiqargan bo'lmasdan, o'zimizning ashu rezil ishlarni ko'rib turib, ularga sukut qilib ketaverganligimiz keltirib chiqargan degan ma'noni bildirdi. Haqiqatan bu, agar biz Uyg'urlarning 20. asr ichidagi ahvoli, oldingi 10-20 yillik ahvoli, hatto yaqinqi 4-5 yil ichidagi ahvolga qarab boqadigan bo'lsak, Einstein yuqorqi so'zni xuddi biz Uyg'urlar qarata aytgandek bir hissatga kelamiz. Bunun bir tipik misali Uyg'ur ana tilining hozirgidek bir taqdirga tushib qolishidir. Vatandagi Uyg'ur torbatlarini aralab ko'rish orqali bizning bir qism o't yurak qarindoshlarimiz to'xtamay izlanib, ziyolilarni o'z rolini joriy qildirishga rag'batlantirgan, kishilarni hozirgi davrga mos keladigan yetakliguvchilardan bo'lishga undaydigan yaxshi yozmalarni tayyorlab, internetda e'lon qilayotganligini bildim. Masalan, men yaqinda ko'rgan yozmalardan Zulfiqar Baratning sagak ziyolilarga yangilik ochiq xat, Abdurim Abletxonning Sesq 9 va Uyg'urlar bilan qahramon bo'ladigan maylamchi bala, İlham Toxtu'nun Beijing aerodromidan Paris aerodromigacha ve Salam Dünya'nın haqiqiy qudrat tepish degan nima degan yozmalar bor bo'lib, bu bir mükemmel tizimlik emas. Bularning hammasi Uyg'urlar ishidagi bilim ahlarini o'yg'itib, ilhamlantirib, qo'zg'atib, ularni Uyg'urlar ishida bir yetakchilik, boshlamchilik rolini o'ynashga undashni o'xshamagan darajada mazmun qilgan deyishga bo'ladi. Men yuqorqi maqolalarning torbat adreslarini mushu yozmaning oxirisiga yozib qo'ydim. Mening hozirgacha ko'rish imkoniyatim bo'lmagan Uyg'urcha gazet jurnal, kitob va torbatlardan e'lon qilingan boshqa nodir temalarmi intayin ko'p bo'lishi mumkin. Men yuqorqidek ahvoldan intayin xushal bo'ldim hamda ilhomlandim. Ularning o'ttiri qo'yg'ini davrning taqozosi va davrning chaqirqi bo'lib, men ashu yozmalarning turtkisi bilan o'z-o'zimdan mundaq savollarni so'radim. Birinchi, ziyolining aniqlamasi va uning roli nima? Ikkinchi, bir yetakliguvchi bo'lish uchun qanday shartlarni hozirlash kerak? Uchinchi, qanday qilganda boshqalarni rag'batlantirgil bo'ladi? Men ushbu yozmamda yuqorqi 3 savolga javob tepish yuzasidan egallagan bir qism bilimlarni qisqacha tanishtirib o'taman. Qadirli qarindoshlar, hozir İstanbulda asr namoziga azan to'landı. Biz ma darasa qilib bo'lgandan keyin namozimizni o'tib olamiz. Birinchi ziyolilar. Ziyoli degan bu nom kishilarga noyat tanishlik bo'lib, Uyg'urlar o'z ziyolilarini hurmatlash va qadrlashni o'zining muhim bir an'anasi qilib kelgan. Yaqinqi 5-10 yilning mobaynida Uyg'ur jamiyatida zo'r va qudrat va shiddatli o'zgarishlar bo'lib, Uyg'ur xalqi bir qism yomon o'zgarishlarning yuz berishidagi sabablarni tushunish hamda ularni unumli to'sib qilishda o'z umidini ziyolilarga bog'lab keldi. Uyg'ur xalqining kelgusi to'g'risidagi umidini o'z ziyolilariga bog'lashi hozir tarixdagi eng yuqori pallaga ko'tarildi deyish mumkin. Men ziyolilarning jamiyat taraqqiyoti va ijtimoiy o'zgarishlardagi o'rni va rolini bir oz tushunib olish maqsadida yaqinda bir oz izlanib, bir qism materiallarni to'pladim va ularni ko'rib chiqdim. Bu yozmaning ushbu qismida men oydinlashtirib olgan bir qism hukmlarni qisqacha bayon qilib o'taman. Birinchi, ommaviy ziyolilar.
Ammaviy ziyolilarning eng ro'shan aloyidiki, ular hukmdorlar oldida haqiqatni so'zlab, shu orqali hukmdorlarni insoniy xarakterga ega qiladi. Bu kategoriyaga kiradigan ziyolilar jamiyatning o'xshamagan darajadagi funksiyasining hammasini, ya'ni kollektiv, siyosiy, iqtisodiy va ruhiy masalalarning hammasini ko'zlaydigan kishilardan iboratdir. Yozuvchilar, shoirlar, muzikantlar, leksiya bergüçüler ve artistlarning hammasi ommaviy ziyolilarning rolini o'ynaguvchilar bo'lib hisoblanadi. Ular reallikni o'z tushuntish asosida kuzatadi va tushuntirib beradi. Bunun kelib chiqadigan oqibat bilan qilcha hisoblashmaydi. Ularning roli davomli turda huquqni qalaymaqon ishlatishga va huquqdorlarning haddidan ortiq narsalarni o'zining qilib olishiga jang e'lon qilish bo'ladi. Ko'p jihatdan qaraganda ommaviy ziyolilar o'zlarini insoniyatning universal qimmatiga atagan bo'ladi. Gerçi yuqorqi ideyalar asosiy harakatlantiruvchi kuchlar bo'lsa-mu, ommaviy ziyolilar bostirish, iqtisodiy haqqoniyatsizlik va dunyoviylashtirishning salbiy ta'siri qatorliqlarga nisbatan bir maydon tanlaydi. Ular ma'lum harakat yoki da'voga o'zini atagan bo'lib, bu harakat yoki da'voni tashkillagan partiya yoki hukumat uchun ma'lum bir majburiyatni o'z ustiga olmaydi. Ular kishilik huquq va haqqoniyatchilik doirasida ish olib boradi. Bu maqsadga yetish uchun ular haqqoniyatsizlikni ayiblash yo'lida so'zlash va yozish iqtidorini ishga soladi. Bu ommaviy ziyolilar odatda siyosat yoki siyosiy partiyalarga bog'lanmagan bo'ladi deb qaraladi. Ular o'z funksiyasi bilan o'z iqtidorini ommaviy so'rinlarda joriy qildirdi. Ziyolilar guruhi bir jamiyatda intayin muhim rol o'ynaydi. Masalan, ommaviy fikrlarni radga tushirish hamda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va falsafiy masalalarni tekshirish qatorliqlar. Bunda funksiyani ado qilish uchun ziyolilar barliq ommaviy harakat faoliyatlarida qatnashish va ular to'g'risida tashabbuskorlik bilan izlanish iqtidoriga ega bo'lishi shart. Ikkinchi, an'anaviy va organik ziyolilar. 1891 yildan 1937 yilgacha yashagan italiyalik marksizmchi Antonio Gramsci o'z ömrünün en ahırkı 11 yılını bir türmede ötküzgen bulup, aşı 11 yıl jarayonida o 32 parça xotira daftarini yazıp çıkan. Bu xotiralar jam'i 3000 betlik bulup, ular xalqarada Gramsci türmü xotirasi deb atıldı ekan. Bu xotiralarning asosiy mazmuni taraqqiy qilgan kapitalizmga mos keladigan marksizm nazariyasi haqida bulup, onun İngilizce nusxasi 1970 yılı nashr qilingan. Gramsci o'zining yuqorqi turmi xotirasida ziyolilarga yangicha aniqlam bergan. Yozmamning ushbu qismida men Gramsci o'ttirib qo'ygan ziyolilar haqidagi ashu yangi chuqumlarni qisqacha tonishtirib o'taman. Aslidagi nazariya kapitalizm tuzumidan sotsializm tuzumiga o'tish jarayonining qarata o'ttirib qo'yilgan. Menmo bu yerda uni aynan tushuntirib o'tadigan bo'lib, o'qirmanlarning bu mazmunlardan jonli holda foydalanishini umid qilaman. Ishonamanki, bu yerde o'ttirib qo'yilgan nazariy bilimlar hozirgi zamon Uyg'ur jamiyatiga nihoyat mos keladi. Gramsci ziyolilarni iqlimga qarshi ish olib boralaydigan bir xalqaro kuch deb hisoblagan. O kapitalizmni sotsializmga o'tish jarayoni butun xalq ommasi qatnashgan bir harakat bo'lishi kerak ekanligini, sotsializmni barpo qilish o'zining nima ish qilayotganligini aniq holda tushungan, nuqul holda bir yetakchi partiyaning rahbarligida ish olib bormaydigan ko'p sonli xalq ommasi orqali ishga oshadiganligini to'nib yetgan. Uning nazaridagi ziyolilar yolg'iz akademiyada ishlaydigan, faqat o'ziga o'xshash odamlarla o'qiydigan yuqori saviyalik maqolalarni yozish bilan kun o'tkazadigan kishilarni o'z ichiga olgan emas. Uning ziyolilarga bergan aniqlamasi yuqoridan ko'p kengri doiralik bo'lgan. Uning qarashicha hamma odam ziyoli bo'la oladi. Lekin jamiyatda hamma odam bir ziyolilik funksiyasini ado qila olmaydi. Masalan, o'z hayotingizda tamoq etib boqqan bo'lishingiz mumkin. Köyligingizning tugmasini tikib boqqan bo'lishingiz mumkin.
Biroq sizning bir aşpaz yoki bir kiyim tikuvchi bo'lishingіз natayin. Mavjudlikqa qadam qo'ygan har bir inson guruhi o'z ichida bir yoki bir qancha qatlam ziyonlarni barpo qiladi. Bu ziyonlar aşı guruhga ma'no beradi hamda uning uyushishiga va normal xizmat qilishiga yordam qiladi. Bu ziyolilar o'z guruhi ishidagi boshqaruvchilar, ya'ni manager, ma'mur xodimlar, rohiblar, professorlar, o'qituvchilar, texniklar, olimlar, advokatlar va doktorlar bo'lishi mumkin. Ma'yat jihatdan qaraganda ular hukmron sinf bilan birga taraqqiy qilib yetishib chiqqan bo'lib, hukmron sinfning manfaati uchun xizmat qiladi. Ziyonlarni ma'lum bir sinfga tava bo'lmagan bir alayda ijtimoiy kategoriyalik odamlar deb qarash bir ko'na va xato tushunchadir debdi. Giramizki o'zining yuqoridagi turma xotirasida ziyonlarni yana ikki xil turga bo'lgan. Uning birisi an'anaviy ziyonlar bo'lib, yana birisi organik ziyonlardan iborat. An'anaviy ziyonlar o'zini bir mustaqil tabiiy hisoblaydigan, hukmron o'rindagi ijtimoiy guruhga beqinmaydigan, keng xalq ommas tarafidanmi hukmron sinfga beqinmaydigan kishilar deb qaraladigan ziyonlarni o'z ichiga oladi. Qandaq ijtimoiy egizpaslikdan yuz berishning qat'iy nazar bu an'anaviy ziyolilar o'zlarida bir tarixiy uzluksizlikni saqlab qolgan bo'ladi. Bundaq ziyonlarning misollaridan qalamkashlar, faylasuflar va professorlar qatorliqlar bor. Mana bular biz ziyolilar deganda darhol esimiz keladigan kishilardir. Gerçi bu ziyolilar o'zlarini hukmdorlarga beqinmaydigan kishilar deb hisoblasimi, bu bir ko'niqim va xato tushuncha bo'lib, ayni vaqtda ular jamiyatdagi hukmdor guruhga moslashgan va ularni yo'laydigan kishilarga aylanib bo'lgan. Ikkinchi xildagisi organik ziyolilardir. Ular organik holda hukmron sinf bilan birga taraqqiy qilib yetishib chiqqan hamda ularning tafakkur qilg'ichi va tashkillovchi elementi bo'lgan bir guruhdan iborat. Yuqorqi bayonni ko'rib olganimizdek, hozirgi sistemini, ya'ni kapitalizm tuzumini ag'dirib tashlashni orzu qilganlarga qo'yilgan talab bir qarshilik kuchini barpo qilish. Hozir eqiyotgan o'rtaq fikrni buzib tashlaydigan va hozirgi fikr eqimiga qarshi ko'rsatadigan bir usulni tepib chiqish. Ondaqda buni qanday amalga oshirish kerak? Giramizkining qarashicha, bu ishni amalga oshirish uchun ko'rinarli sondagi an'anaviy ziyolilar inqilobiy kurashga kirish kerak. Shundaqla ishchilar sinfining harakati o'zlarining organik ziyonlarini barpo qilish kerak. Yuqorida bayon qilinganimizdek, hamma odam ziyoli bo'la oladi, lekin bir jamiyatda hamma odam bir ziyolilik rolini o'ynagan bo'lmaydi. İnsanlarning hamma harakatiga ziyolilar qatnashgan bo'ladi. Hamda har bir odam o'zining kasbiy faoliyatining sirtida ma'lum shakldagi ziyolilik faoliyati bilan shug'ullangan bo'ladi. Ya'ni hamma odamlarning o'ylash va tafakkur qilish iqtidori va salohiyati bo'ladi. Bu yerdagi gap qanday qilib shu iqtidor bilan salohiyatni ishga solishdan iboratdir. Giramizki o'zining bir roli emgekçiler qatlami orasida organik ziyolilarni barliqqa keltirish hamda imkon qadar ko'p sondagi an'anaviy ziyolilarni inqilob safiga kirgizish ekanligini to'nib yetgan. İctimai o'zgarishni maqsad qilgan ideologiya sohasida kurashning tub maqsadi yolg'iz kishilik ongni o'stirishni o'z ichiga olib qolmasdan, balki ko'na ongni o'zgartirish va yangi ongni vujudga keltirishni o'z ichiga olish kerak. Men vatandagi to'rbatlardan Uyg'urlar qaytadan to'rilishi kerak deganga o'xshash yozmalarni o'qib baqdim. Yuqori qatlamdagi ziyonlarning ba'zilaridan Uyg'urlar qaytadan yarilishi kerak degandek gaplarni anglab baqdim. Menimcha bu so'zlar yuqorqi ko'nangni o'zgartirish va yangi ongni vujudga keltirish hukm bilan o'xshash. Bu kishilar tang'ili bo'ladigan narsa emas. Bu kishilarga tang'ili bo'ladigan narsa emas. U amaliy turmush jarayonida yetilib chiqishi kerak. Shunlashqa ziyolilar doirasi ma'lum bir javhar guruh bilan cheklanib qolmasligi kerak. Uning aksicha ziyolilik kundalik turmush asosiga qurilgan bir narsa bo'lishi kerak. Amaliy turmushga aktiv holda cho'kkan ishchilar sinfi ziyolisini barpo qilish, burun mavjud bo'lib turgan ijtimoiy munosabatdan ojizlashtiradigan bir qarshilik kuchning vujudga kelishiga yordam berish Giramizkining
nazariya bilan amaliyotni birlashtiradigan bir faylasufning yetishib chiqishiga qo'shgan töhfasidir. İxtiyari ma'rifchilarning yerlik xalq orasidagi roli Gramsci o'ttirib qo'ygan organik ziyolilarning roli bilan o'xshab ketadi. Yerlik jamiyat va yerlik rayonlarda o'ng'ishli ish olib berayotgan ma'rifchilar ashu jamiyat yoki rayon uchun ma'lum mas'uliyatni o'z ustiga olgan bo'ladi. Ular bugun kelib erta ketadiganlardan emas. Ular ashu rayon va ashu jamiyatda uzun muddat yashagan bo'lib, yerlik xalq bilan quyuq munosabat o'rnatgan bo'ladi. Amaliyotda ular yerlik xalqning bir qismidir. Ko'pincha ahvolda bunday ixtiyoriy ma'rifchilarning maqsadi o'zi uchun shon sharaf qozonish emas, balki butun xalq va jamiyatni ro'naq topqizish bo'ladi. Yuqorqi an'anaviy ziyoli bilan organik ziyoli to'g'risidagi nazariyani Gramsci efendi bir siyosiy tuzumni o'zgartirish jarayoniga töhfa qo'yish maqsadida o'ttirib qo'ygan. Hozir Uyg'urlar duch kelgani boshqa bir xil masala. Ularning duch kelgani xato tus olgan qo'sh tillik ma'arif siyosati. Yo'qolib ketayotgan Qashqardagi ko'ni uylarga o'xshash milliy va tarixiy boylik, milliy ongning suslashishi, milliy ruh, o'zlik va kimlikning ojizlab menishi, vaqt va moddiy turmushlik isrofchilik, axloq va diniy e'tiqod jihatdagi chekindirilish, hamma sohalardagi chiriklik, farzand tarbiyasidagi beparvolik va ilmsizlik va ilm-fanga tutgan pozitsiyadagi so'sliq qatorliqlardir. Bu bir mukammal tizimlik emas. Men bu yerda faqat hozir esimga olgan masalalarni o'ttirib qo'yib qo'ydim. Buning ichida milliy ong sus bo'lish, o'z xalqining ishlari bilan qil chiqari bo'lmay, faqat o'zi va oilasining yaxshi yashashi uchun arzumus, vijdon, milliy ruh va insoniy g'urur qatorliq boshqa hamma narsadan voz kechish qatorliq xohishlar bir qism Uyg'ur ziyolilarida intayin og'ir darajada mavjud bo'lib turmoqda. Shuningdek hozir Uyg'ur ziyolilaridan norozi bo'layotgan kishilarning soni kun sayin eshib menayotgandek qiladi. Men buni yaqinqi bir qancha yilning mobaynida vatan ichi va sirtidagi nurg'un kishilar bilan paranglish jarayonida his qildim. Ro'shanki, o'z millatiga hech qanday foyda yetkazmagan bir ziyolining ashu millatning ziyolisi bo'lib ta'riflanish salohiyati bo'lmaydi. Uyg'urlarga nisbatan aytganda, menimcha hozir organik ziyolilarning maydonga kelishida intayin xushallanarli ahvol bor bo'lib, navbatdagi Uyg'ur masalalarini hal qilishda organik ziyolilarning roli an'anaviy ziyolilarga qaraganda ko'p yaxshi bo'layotgandek qiladi. Xalqimiz tarixda o'z ziyolilariga hozirgidek ehtiyojli bo'lib boqqan emas. Ziyolilaridan hozirgidek umid kutgan emas. Hamma ziyolilarning harakatga kelib, o'z burchini joriy qildirishiga hozirgidek tashna bo'lib boqqan emas. Ziyoli to'g'risidagi yuqorqi nazariyani o'qigan har bir odam o'z kallasida mundaq bir hukmni chuqur oydinlashtirib olish kerak. O bo'lsa-mu, insonlarning hammasi o'zi yashayotgan dunyoni tushunish va uni o'zgartirish tug'ma talantiga ega. Bu talantni har bir insonning ziyolilik qobiliyati deyishga bo'ladi. Undaqda siz mushu paytning o'zida o'z-o'zingizni mundaq savollarni so'rab boqing. Men o'zimning ziyolilik qobiliyatimni ish qilib, hozirgacha millat uchun nima ishlarni qilib berdim? Hozir nima ishlarni qilib beryapman? Bundan keyin nima ishlarni qilib beralayman va qilib beraman. Ikkinchi, tashkilot. Men ushbu yozmaning 3-qismida yetakliguvchilar ustida to'xtalaman. Yetakliguvchilar o'z rolini qanday joriy qildirganligini tushunish uchun tashkilot degan bir hukmni oydinlashtirishga to'g'ri keladi. Amaliyotda bu hukm hamma o'qirmanlarga noit tunish. Shundoq bo'lsa-mu, men bu yerda Stephen Covey 8-odat degan kitobidagi tashkilot haqidagi bayonni qisqacha tunishtirib o'tay. Men keyingi qismida tunishtiradigan yetakliguvchilar haqidagi mazmunmo yuqorqi kitobdan elingan. Yetakliguvchilar rol o'ynaydigan so'rin bir tashkilotdan iborat bo'ladi. Undaqda tashkilot degan nima? Birinchi, eng boshlang'ich saviyada turib qaraganda
bir tashkilot, bir maqsad ustiga qurilgan munosabatdan boshqa narsa emas. Bu maqsadda bir yoki bir qancha odamning ehtiyojini qondirishni nishon qilgan bo'ladi. Eng oddiy tashkilot bir o'xshash nishonni ko'zlagan ikki kishidan tarkib topgan bo'ladi. Masalan, bir igilik uchun hamkorlashadigan ikki kishi yoki bir juft xotin. Ikkinchi, hamma kishilar ma'lum bir xil tashkilotga tabe bo'lgan bo'ladi. Uchinchi, dunyodagi ishlarning ko'pinchisi biror tashkilotning ichida va biror tashkilot orqali amalga oshirilgan bo'ladi. To'rtinchi, har bir oila va har bir tashkilotdagi eng cho'ng qiyinchilik onu muvaffaq o'rinlashtirish va boshqarishdan iborat. Bu yerdagi muvaffaq o'rinlashtirish va boshqarish deganimiz bundaq mazmunni o'z ichiga oladi. Onunga tabi bo'lgan har bir odamga o'zining tug'ma qimmatini va uning o'zini bir ulug'liq darajasiga yetkazadigan yoshirin kuchini to'nib, uning o'ziga xos talantlari va yuksak qizg'inligini, tashkilotning nishonini va eng muhim vazifalarini amalga oshirishga prinsipni markaz qilgan asosda taqdim qildirish. Qisqartib aytganda, bir tashkilot o'zaro munosabat o'rnatgan va bir o'rtaq maqsadga ega kishilardan, shaxslardan tarkib topgan bo'ladi. Uchinchi, yetaklovchilar. Qadrli qarindoshlarim, hozir biz tadbirga sizin darslarininki 11-sida ziyoli yetaklovchi va boshqalarni ilhomlantirish to'g'risidagi maqolani muvaffaqiyatning yangi tanlamasi degan Erkin Sidiq akamizdan birinchi qism kitobidan o'qiyotimiz. Üçüncü mazmun yetaklovchilar. İngilizcede leader degan bir so'z bor. Onun yolg'on to'g'ridagi ma'nosi dahi, rahbar, boshlamchi qatorliqlar bo'lib, ingliz lug'atidagi ma'nosi yetaklaydigan odam, bir armiya, harakat yoki siyosiy guruhning yo'l boshlamchisidan iborat ekan. Demak, bu so'z bir rasmiy rahbari o'ringa ega kishilarga, xalq orasidagi yetaklovchi va boshlamchi kishilarga ishlatilgan bo'lib, hozir vatan ishchi va sirtidagi bir qism Uyg'urlar bu so'zni Uyg'urcha lider deb ishlatyapti. Men tushunchada aniqsizlik keltirib chiqarmaslik uchun ushbu yozmaning mavzularida yetaklovchi degan so'zni ishlatgan bo'lib, hozirdan boshlab liderni ishlataman. İngilizcede dahi deganni ulug' lider, ya'ni great leader deb oladi. Tuvanda liderlarda bo'lishga tegishli sifatlarni qisqacha tunishtirib o'taman. Eng oddiy so'z bilan aytganda, liderlikning ma'nosi kishilarga o'zining qimmati va yoshirin qobiliyatini intayin aniq qilib tunutib, shu orqali ularni o'zining qimmati va yoshirin qobiliyatini o'z oldiga tushunadigan qilishdan iborat. Siz kishilarga yordamlashib, o'zining qimmati va yoshirin qobiliyatini to'liq tunutib qo'ysangiz, ular ko'rish, ijro qilish va bir narsa bo'lish jarayonida bu qimmat va qobiliyatlarini to'liq ishga sola oladi. Bir cho'ng dadining eng muhim roli o'zining bolalari, nevralari va chevralariga o'zlarining qimmati va yoshirin qobiliyatini aniq tunutib, shu orqali ularni o'zlaridagi qimmat va qobiliyatlarga ishonadigan qilish hamda shu ishonch asosida ish elib boradigan qilishdan iborat. Ro'shanki, agar mushundaq bir ruh bizning madaniyatimiz va jamiyatimizga to'liq sig'ib kiradigan bo'lsa, onun bizga beradigan önemi cheksiz bo'ladi. Men yaqinda televizorda Amerika Los Angeles basketbol atleti Lakers'ning eng oxirgi mamlakatlik chempionlik musobaqasini ko'rdim. Musobaqa tugab, bu atlet chempion bo'lgandan keyin bir muxbir Derek Fisher degan basketbolchidan sen o'zinglarning terimlariga qanday qaraysan deb so'raganda, Derek mundaq javob berdi. Bu adam hergizmo her bir işte bizni kontrol qilishga urinmaydi. Onun aksicha o bizga ishinib, bizni o'zimiz to'g'ri topgan usulda o'ynashga qo'yib berdi. Shuningdek her birimiz o'z iqtidorimizni eng yuqori darajada ishga solib, to'pni yaxshi o'ynaymiz. O bir nihoyat ulug' odam. Liderlik sifatiga ega kishilar boshqalarning talant va qobiliyatlarini muayyanlashtiradi.
bir ortak nişan aslida hamma odamni ittifoqlashtirish iqtidoriga ega bo'lib, ya'ni lider şu arqılıq başqanı ilhamdırdı və hərəkəti keltirdi. Başqalarını kerakli qural və vasitə mənbəsi bilan to'liq ta'minlab, ularga javobgarlik və məsuliyyətlik hüququnu berdi. Meyli tutqan xizmət o'rnining yuqori tavallik darajasi qandaq bo'lsin, tashkilotlarni o'ng'ish yetaklab mang'an har bir liderni yuqoridagi prinsiplar yetaklab mang'an bo'ladi. Liderlik kuchini prinsiplar idora qiladi. Agar siz shu prinsiplarni markaz qilib yashaydigansiz, sizning ta'siringiz va ma'naviy nufuzingiz kun sayin kuchayib, texmi zo'r rasmiy nufuzga erisha olasiz. Diniy ta'limotlar bu ish qaragandimi? Agar siz o'zingizga ato qilingan talantlarni qancha ko'p ishlatsangiz va qancha zo'raysangiz, sizga texmi ko'p talant beriladi. Agar siz o'zingizga talantlarga parvo qilmay, ularni ko'mib qo'yib, taraqqiy qildirmaydigansiz va ishlatmaydigansiz, siz ulardan tadrijiy holda quruq qolasiz. Allah o talantlarni boshqalarga berdi. Shuning bilan siz yolg'iz talantli emas, ta'siri kuchi va fursatlardan mahrum bo'lasiz. Liderlik bir eng yuqori darajalik san'at bo'lib, o boshqa barliq san'at va kasblarning normal yurishini imkoniyatga ega qiladi. Bu bir oila uchun texmi shundoq. Liderlik bilan boshqarish o'rtasida yoki lider bilan boshliq yoki boshqaruvchi o'rtasida xeyli zo'r farq bor. Men lider va doiyalarning qanday yetishib chiqadiganligi to'g'risida keyingi yozmalarimda ayrim to'xtalishim mumkin. Bu yerda lider bilan boshqaruvchi yoki boshliq o'rtasidagi farqdan bir qanchisini ko'rsatib o'tay. Liderlar to'g'ri ishni qilguvchilar, boshqaruvchilar bo'lsa ishni to'g'ri qilguvchilar. Liderlar o'zgarishni vujudga chiqaradi, boshqaruvchilar bo'lsa murakkablikni bir taraf qiladi. Liderlar ishlarga bir harakat tuyg'usi bilan qaraydi, boshqaruvchilar bo'lsa tartiblash, tashkillash va boshqarish qatorliq ishlarning huddisidan chiqadi. Liderlar narsalarning kishilarga bildiradigan ma'nosiga ahamiyat beradi, boshqaruvchilar bo'lsa qanday qilib bir ishni vujudga chiqarishga ahamiyat beradi. Liderlar bino loyihalashlarga o'xshaydi. Boshqaruvchilar bo'lsa bino yasag'uvchilarga o'xshaydi. Liderlar o'z zehnini yiroqni ko'rish iqtidoriga asoslangan o'rtaq nishonni barpo qilishga markazlashtirdi. Boshqaruvchilar bo'lsa o'z zehnini konkret ishlarni planlash va kontrol qilishga markazlashtirdi. Lider bilan boshliqning farqini nihoyat go'zal o'tirib qo'yapti. Alloh rozi bo'lsin erkin akimizdan. 4. Başqalarni ilhamlantirish usullari. Men yuqorida ziyoli va liderlar haqida qisqacha to'xtaldim. Mening bu mazmunlarni yozishga maqsadim o'qirmanlarni ziyoli va liderlar haqida bir mukammal tushunchaga ega qilish. Shundaqla o'zlaridagi ziyolilik va liderlik elementlarini, yoshirin talantlarini to'liq qizib chiqishiga, o'z-o'zini qaytadan to'liq bayqishiga bir oz yordam qilishdir. Ziyoli va liderni o'ynaydigan muhim rollarning birisi boshqalarni ilhamlantirish. O'ylab baqsam, men bu ishni o'zimning hozirgacha bo'lgan umrimning hammasida izchil turda qilib kelgan ekanman. Lekin boshqalarni ilhamlantirishning usullariga oid nazariya ustida zodil izinib baqmabdi ekanman. Bu qatim ushbu yozmani tayyorlash uchun bu sohada ozroq izinib baqdim. Tuvanda men bilib olgan hukmlarni qisqacha tunishtirib o'taman. İngilizce'de ilhamlandırış degan ma'noda eng ko'p ishlatiladigan so'zning bunda ikkisi bor. Encourage va inspire. Encourage'ning yolg'on lug'atidagi ma'nosi ilhamlantirmak, rag'batlantirmak, ruhlantirmak bo'lib, inspire'ning bo'lsa ilhamlantirmak, rag'batlantirmak ekan. Lekin inglizcha bu ikki so'zning ozroq farqi bor bo'lib, men yozmamning ushbu qismida to'xtalganim inspire degan so'zdan iborat. Men bu ikki ingliz so'zining farqini Uyg'urchada aynan tushuntirishga urinishning o'rniga inspire degan so'z ishlatiladigan bir qancha misollarni so'zlab o'tishni muvofiq ko'rdim. Uning g'ayrati uning ergash kuchlarini ilhamlantirdi. Ya'ni o'z harakati orqali ilhamlantirish.
Onun muvaffaqiyati boshqalarda ishonch paydo qilish. Raqobat onun yanımı tirişişiga ta'sir ko'rsatish. Bir yaxshiroq istiqbolga erishish ishonchi ularni ilhomlantirish. Bir inqilobni vujudga keltirgan falsafa, ya'ni vujudga keltirish. Endi boshqalarni ilhomlantirish, ya'ni yuqorqidek inspire qilishning usullarini bayon qilishni boshlayman. İngilizcedeki bu inspire degan söz Uyg'urcha o'qiganda inspire deb o'qiladi. Birinchi, o'zingiz eng yaxshi ko'radigan kasb bilan shug'ullaning. Agar siz ma'lum bir ishda yuksak darajada qiziqsangiz, hamda shu ishni o'zingiz uchun kasb qilib tanlagan bo'lsangiz, o'zingizning qancha qatim mag'lub bo'lishi qaramay qilayotgan ishingizni uzildirmay davomlashtirasiz. Kishilar sizning gumon qismi, sizning mag'lubiyatingizni masxara qismi, siz qilayotgan ishingizni intayin yaxshi ko'rganligingiz uchun uni davomlashtirasiz. Sizni ma'lum bir ishga nisbatan shunday cho'nqur muhabbat va yuksak qizg'inlikning bo'lishi sizning yuz berish ehtimolligi bor bo'lgan nurg'un mag'lubiyatdan saqlab qoladi. Siz o'z mag'lubiyatingizdan saboq qilib, texmi egiz pallaga chiqsiz. Shunday qilish orqali siz boshqalarni ilhomlantira olasiz. Bu masala ustida men muvaffaqiyatning yangi tanlamasi va umrlik kasbni qanday tanlash kerak degan yozmalarimda bir oz to'xtalgan bo'lib, qiziqqan o'qirmanlarning shu ikki yozmani o'qib beqishini tavsiya qilaman. Ikkinchi, cho'ng ve yeni işlerini nişan kılın. Siz o'zingiz yüksek derecede qiziqilgan bir ish uchun belgilik asas sağgandan keyin shu sahada cho'ng ishlarni nishonlashga boshlang. O'zingizning kasbiy bilim va iqtidorini to'liq ishga solib, imkon qadar ko'proq kishilarga ilhom berishga tirishing. O'z ideyangizni imkon qadar ko'proq kishilar bilan o'rtoqlashib, ularda o'z ta'siringizni ulg'aytib menishni, shu orqali texmi ko'p kishilarga ta'sir ko'rsatishni qo'lga keltiring. Cho'ng ishlarni nishon qilish orqali siz yolg'iz ko'plagan kishilarni ilhomlantirib qolmasdan har bir kishiga ko'rsatgan ta'siringizni cho'ngayta olasiz. Hargiz bir kishining hayotida bir kichik o'zgarish paydo qilish bilan qanoatlanib qolmang. Uning aksicha o kishini bir butunlay yangi odamga o'zgartirishga tirishing. Boshqalarga ta'sir ko'rsatishda faqat bir yo'l bilan cheklanib qolmay, ko'plagan yo'llarni tepishga tirishing. Agar siz bir odamga ta'sir ko'rsatish yo'lida 100 xil usulni sinab bakkan bo'lsangiz, o odam faqat bir usulni qabul qilgan bo'lsa, siz yanıla onunla yordam qilgan bo'lasiz. Boshqalarga ta'sir ko'rsatishning yana bir foydali usuli kambag'al o'quvchilarga iqtisodiy yordam qilish va muhitni asrashga o'xshash bir ulug'vor harakatga qatnashishdir. Bir ulug'vor ishga qatnashish orqali boshqalarning diqqatini qo'zg'ash, ergash kuchlarga va yordamga erishishga ko'p oson bo'lib, bu xil ahvolga o'zining shaxsiy manfaatini chiqish qilgan biror ishga qatnashish orqali erishgili bo'lmaydi. Shunlashqa ta'siri cho'ng ishlardan hargizmi bosh tortmang. Üçüncü, hissiyatlik so'zlarni ko'proq ishlating. Boshqalarni ilhomlantirishda siz tashabbus qilayotgan ishga nisbatan o'zingizning yuksak darajadagi qiziqishi bo'lishi va uni so'z orqali unumli ifodalashingiz intayin muhim. Siz ma'lum bir ishga nisbatan intayin hayajonlanayotganligingizni hamda uningga intayin qiziqayotganligingizni so'z orqali yaxshi ifodalash orqali siz boshqalarga xeyli zo'r ta'sir ko'rsata olasiz. Siz so'z bilan ifodalagan yuksak darajaga qiziqish boshqalarda havas qo'zg'aydi. Boshqalar sizning shu bir ishni nima uchun shuncha yaxshi ko'rdiganligingizni va butun vujudingiz bilan qildiganingizni bilishga intiladi. Shuning bilan ular tabiiy holda maxsus vaqt ajratib, sizning ko'nglingizda cho'nqur o'rin olgan shu ishni to'liq tushunib olishga tirishadi. Hissiyatlik so'zlarni ko'proq ishlatishning foydasi to'g'risida men o'zimning o'ng menga bilan so'l menga degan yozmamda ozroq to'xtalgan bo'lib, u yozmani burun o'qib bakmagan o'qirmanlarga uni bir qatim o'qib chiqishini
tavsiye qilaman. 4. Başqalarga tashabbus qilgan ishni oldi bilan o'zingiz qiling. Kishilar siz degan gaplarga qaraganda siz qilgan ishlarga bakrak diqqat qiladi. Shunga boshqalarga tashabbus qilgan ishni siz o'zingiz oldi bilan aktivlik bilan qilib, boshqalarga bir yaxshi ulgu bo'ling. Bu boshqalarga ta'sir ko'rsatishning oldingi sharti. Ya'ni siz boshqalarga tashviq qilgan ish sizning o'z turmushingizning nihoyat muhim bir tarkibiy qismi bo'lsin. Siz bu işte bir mutaxassislik darajasiga yetmasangiz bo'ladi. Lekin o siz yüksek derecede qiziqish bilan shug'ullanayotgan ishlarning birisi bo'lsin. 5. Hamma kishilar keng quchoq için. Sizning qanchalik bilimli bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizning ularga nihoyat ko'ngil bo'layotganligingizni his qilmoqchi kishilar sizning bilimingizga ancha parvo qilmaydi. Shuning uchun siz o'zingiz uchratgan hamma odamlarga keng quchoqlik qiling. Ularni o'zingiz bevosita qarshilang hamda ularning hal dardini astoydillik bilan anglang. Ular bilan bir qatim uchrashgandan keyin ular bilan bir kishidan yana bir kishiga bo'lgan bevosita yaqin va sog'lom munosabatni saqlang. 6. Boshqalarni yetaklang. Boshqalarga ta'sir ko'rsatishning yana bir eng yaxshi usuli yolg'iz o'zingizning ishiga qiziqli qolmay, o'zingizning ergash kuchlarini to'liq tushunish va e'tirof qilish hamda ularning taraqqiyoti bilan o'zgarishini yaqindan kuzatib turish. Ularga o'zingizning shaxsiy hikoyalarini aytib bering. Ularga o'z hayotingizda o'rgangan ishlarni o'rgatib qo'ying. Ularga o'zingizning muvaffaqiyati bilan mag'lubiyatlarini so'zlab bering hamda ulardan o'zlarida qanday ilgirlashlar bo'lganligini so'rab turing. Ularning siz burun sodir qilgan xatoliklarni sodir qilmasligiga yordam qiling ham ularning kelgusi istiqboli to'g'risida izchil holda bir umidvor pozitsiyada bo'ling. 7. Qilayotgan ishingizni boshdan oxir bir xil davomlashtiring. Harakatda, uchurda va axloqiy o'lchamda boshdan oxir bir xil bo'lishmi intayin muhim. Agar siz o'zingizning usulini qiziqishini va qilayotgan va boshqalarni qiziqtirayotgan ishingizni davomli o'zgartirib tursangiz, boshqalarni ilhomlantirishda asosan muvaffaqiyatli bo'la olmaysiz. Kishilar sizning ideyangizni tushunishini va uni bir ishonchli plan bilan bog'lashni istaydi. Siz o'z ishingizda bir izchillikni saqlaydiganligingizni o'z amaliyatingiz orqali isbotlashingiz kerak. Onun kam qolgan joylarini boshqalarga ilhom bag'ishlaydigan hikoyalar bilan to'liqlab kessangiz bo'ladi. Ya'ni hikoya so'zlash orqali burungi muhim sarguzashtlarni boshqalarning ko'z oldida namoyon qilib, shu orqali ularni yetaklasangiz va ularga ta'sir ko'rsatsangiz bo'ladi. Mushu orqali shunday qilganda siz so'zlaydigan hikoyalar cho'qim sizning harakatdagi izchilligingizni muayyanlashtirib beradigan bo'lsin. 8. ijobiy pozitsiyalik bo'ling. Odatda boshqalarga tarbiya qilishni maqsad qilgan so'z va yozmalarda ayiblash va tushirish sal ko'proq bo'ladi. Bunday ahvoldan saqlanish uchun cho'qim ijobiy pozitsiyalik bo'lishingiz hozirgi ahvolning qanday bo'lishidan qat'iy nazar burungi nachar ahvollarni ta'kidlamay, kelgusi bo'lgan ishonch va umidvor ko'z qarashingizni ochiq oshkora ifodalashingiz kerak. Agar o'tib ketgan ishlar ustida to'xtalmoqchi bo'lsangiz, ularni burungi xatoliklarni ayiblash yoki burungi yaxshi kunlar ustida qaytadan maqtanish uchun emas, burungi tajriba saboqlarini yakunlab, ularni hozirgi nishon uchun xizmat qildirish maqsadida tilga oling. Men buni deb o'tganimdek, agar oldiga yerimgacha suv bor istakandan birini qo'yib, siz nima ko'rdingiz deb so'rasangiz, savdo pulsizlik odam yerim quruq istakandan birini ko'rdim deb javob berdi. Ijobiy pozitsiyalik odam bo'lsa, yerimida suv bor istakandan birini ko'rdim deb javob berdi. Salbiy pozitsiyalik kishilar hargiz boshqalarni ilhomlantira olmaydi. Gumonlanish bir nihoyat og'ir yuqumli kasal bo'lib, agarni bildirib qo'ysangiz, burun ko'rsatgan ijobiy ta'siringizni butunlay nobud qilasiz. Ko'p sondagi Uyg'ur nufusi hozir intayin qiyin bir sharoitda yashashga majbur bo'layotdi. Shuningdek, agar salla diqqat qilmaydi ekan, odam asalla bir gumonlanish,
ümidsizlenish va tushkunlashish holatiga petib qoladi. Shuning uchun hozirdan boshlab Uyg'urlar to'g'risida so'z qilganda yoki bir narsa yozganda siz uchun cho'qim istakanning yarmida suv bor bo'lsin. Salbiy ishlarni bir ijobiy va foydali yo'sinda o'ttirib qo'yishga bütün kuchingiz bilan tirishing. Men bu ishni qanchalik ta'kidlasammo yetarli bo'lmaydi. Qadrli qarindoshlar, tadbirga sizin derslerining 11-sida ziyoli yetakligüchi ve boshqalarni ilhomlantirish to'g'riliq maqolani birlikda o'qiyotimiz. Qadrli qarindoshlar, ko'p mazmunni qolmadi. İnşallah erkin kamdaki chet eldagi qarindoshlarimizga takliflar bilan ijobiy pozitsiyada bo'lishninki nimalarni so'zlab o'tgandan tugutimiz. Ikkinchi dunyo urush jarayonida sobiq Sovet ittifoqida jami 7 million fuqaro o'lgan. Açlıktan ölüş en uçuğa çıkan mezgilde kişiler yer hükümetkin cesetlerini kovalap çıkarıp onun işideki yıngıraklarını tallap pişirip yiyip şu arkalık hayatını saklaşka tırışkan. Bazılarının mölçerleşte 2. Dünya Uruşu'da ölgen Yahudilerin sani 6 milyon yetedikken. Hazır Uygurlarının beşiği kelgen kün intayın içinişlik, intayın xatarlik. Lekin bu dünyada onun durumu köp naçar ehvallar köplep yüz berip bakkan. Yuqorqılar şunun bir qancha misalları. Ben bu yerde sizge şükür kılın, savra kılın, sükut kılın demekçi emesmem. Belki sizge şükürleşmen, ümitsizlenmen demekçi. Her ketim Uygurlar hakkında beler yaman haberini anlığınımda menin küzümü istik yaş bilen lık tuludu. Lekin ben her ketim aşı haberden kelip çıkan bir avramlıkımni, nefretimni ve gazibimni kuşka aylandırıp teximi kattık iştaş getirişimem. Bir statistik neticesi asaslanganda hazır Amerika'da her günü otur hesap bilen 115 adam maşini vakasıdır ölüdüken. Ben her ketim birer çoğun umutsuzda kuşurganda, birer işte çoğun ziyan tartqanda, menin ahvalim bugün maşini vakasıdır ölüp ketken adamlarınkinin köp yaxşı dep oylayman. Hem de derhal aşı umutsuzlukni umuşluk aylandırıp, aşı ziyanının 10 todurbeşinin çağrıları üstüde oylanış ve izlenişini başlayman. Keyinki yolumni bekitgenden keyin hech qandaq vaqtni zayi qilmayli ish başlayman. İşini men tutgan bundak yollarını siz mi tuta alaysiz? Eğer onda kılanmısınız, hem de siz birer balının apisi yoki dadısı bulup qalsınız, balınızga hergiz özünüzün tushkunlashgan qiyofatini ko'rsatmang. Özünüzün ümitsizlengen halatını bildirmang. Kelgüsü bo'lgan selbiy ko'z qarashingiz ve guman ve ümitsizlik bilen tolgan mölçerinizde demang. Onda qilmasınız, ziyanlık yolga siz özünüzde kirip ketip qalmay, balınızın beli söylep kirip ketisiz. Özümüzden qandaq yaşayışından qat'i nazar, biz hemmimizden balalarını ijobiy pozitsiyalik ve ümidvar qilib tarbiyalash mecburiyetimiz bor. Bunda qilish milletning qudrat tepish uchun nihoyatda muhim. 9. Qoidasizlik qiling. Boshqalarga zo'r ta'sir ko'rsatadigan kishilar burungi qoidalarni buzib ve burungi odatlarni e'tiborga olmay ish qiladigan kishilardan tarkib topgan bo'ladi. Bunda qilish an'anaviy saqlag'uvchilarni norozi qilishi mumkin. Lekin o bir yaxshiroq yo'l mavjud bo'lishi mumkin deb qarag'uvchilarga yangi umid elib keladi. 9. Qoidasizlikdan keyin 10. Kitobni ko'p o'qing. Kitobni ko'p o'qiydigan kishilarning hammasi lider bo'lolmaydi. Lekin liderlarning hammasi kitobni ko'p o'qiydigan kishilardan tarkib topadi. Şu kitobni ko'p o'qib, davomli turda yangi bilimga erishib turing. Yangi egilgan bilimlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashib turing. Sizga ilhom bergan kitoblarni boshqalarga tonishtirib, tavsiya qilib turing. Qadrli qarindoshlarım, tadbiriyay sindirislarda ziyoli yetakligüchi boshqalarni ilhomlantirish degan maqolaning oxirgi mazmuniga keldik. Ya'ni 5. chet eldagi Uyg'urlarga bir qancha taklif degan Erkin Sidiq akamizningki taklifi bor ekan. Mening Uyg'ur diyoridagi ziyoli va liderlarni kutayotgan zo'r umidlarim va ularning men umid qiladigan ishlarni qila oladiganligiga zo'r ishonchim bor.
Biroq men hozir chet elda yashayotgan bo'lg'achqa Uyg'ur diyoridagi ziyoli va liderlarga buningdan keyin qanday qilish kerakligi to'g'risidagi o'z umidimni o'ttirib qo'ysam ancha muvofiq bo'lmaydi. Shuningdek men bu yerda faqat chet elda o'qish bitgandan keyin chet elda turib qolgan Uyg'urlar bilan o'zim mushun paytning o'zini o'ylab yetalgan hamda ushbu yozmada o'ttirib qo'yishga muvofiq kelgan bir qism ishlarda o'rtoqlashishni muvofiq ko'rdim. Menimcha chet eldagi Uyg'urlar yurtimiz va Uyg'ur diyorimizga xalqimiz uchun qilib beradigan ishlardan tuvandikilari bor. Birinchi, Uyg'ur kashfiyotchilariga kasb va texnika jihatdan yordam qilish. Yaqinqi 2-3 yilning mobaynida men Uyg'ur diyorida bir narsa kashf qilgan yoki yangi ijodiyat saviyasidagi bir ideyani o'ylab chiqqan 10 necha Uyg'urlardan elxat topshirib oldim. Ularning ko'pinchasida qo'limdan kelishicha maslahat berdim va yordam berdim. Lekin vaqt va zihin jihatdan yetisholmay yoki kasbim to'g'ri kelmay, ularning ba'zilariga hech qanday yordamda bo'la olmadim. Chet eldagi kasbi to'g'ri keladigan Uyg'urlar ashunda qarindoshlarimizning kashfiyotini tekshirib, uni xalqarodagi eng yuqori saviya bilan silishtirib, shu asosda ularga buningdan keyin qanday qilish kerakligi to'g'risida maslahat bersa, yoki junguda tepilmaydigan ba'zi narsalarni chet eldan tepib, uni setib olish usulini deb bersa, buning ashu kashfiyotchilar va ijodkorlar uchun zo'r foydasi bo'ladi. Ikkinchi, yangi egilik tikilmoqchi bo'lgan Uyg'ur yoshlariga kasbiy va boshqarish jihati yordam qilish va maslahat berish. Hozir Uyg'ur diyorida Uyg'ur yoshlarining xususiy egilik tikilishi yuqori to'lqinga ko'tarilibdi. Bu Uyg'ur yoshlarining buningdan keyingi xizmat masalasini hal qilishida nihoyat zo'r rol o'ynashi mumkin. Chet eldagi Uyg'urlar ashundaq yoshlarga yordam qilishda nurg'un ishlarni qila oladi. Uchinchi, Uyg'ur yoshlari uchun chet elda haqsiz o'qish fursatini tepish yoki hozirlash hamda ularning chet eldagi maktabga o'ngishli kelishiga yordam qilish. Bu jihatda hozir chet eldagi bir qism qarindoshlar nihoyat yaxshi va nihoyat ko'p ishlarni qilyapti. Men shularning ishidagi birisi. Lekin bu sohada bizning kuchimiz zotli yetishmaydigan bo'lib, men texnik ko'p kishilarning mush hisobga qo'shilishini umid qilaman. 4. Vatandagi Uyg'ur o'quvchilarga iqtisodiy jihatdan yordam qilish. Men yaqinda Urumchidagi bir oliy maktabning bu yil o'qish bitiradigan bir sinf Uyg'ur o'quvchilarining o'qish bitirish salohiyatini ko'rib qoldim. Onu ko'rishimcha, shu sinfdagi 15% dan ortiq o'quvchilar maktabga 12 ming so'm doirasi ichida pul qarz bo'lib qolgan bo'lg'achqa o'qish bitirish diplomini ola olmaydi ekan. Bu butun Uyg'ur o'quvchilar orasidagi bir umumyuzlik ahvol ekan. O'ylab boqing. Bir Uyg'ur o'quvchi boshlang'ich 1-sinfdan 12-sinfgacha qattiq tirishib, nurg'un jafolarni tortib, andin bir oliy maktabga o'tib, yana 5-6 yil ota-onasining yurishi ostida o'qib, eng oxirida bir necha ming so'm jungo puli, bir qancha 100 Amerika dollari bo'lmaganligi uchun oliy maktab unvoniga erishamizsa, shu o'quvchi nima bo'lib ketar? Chet eldagi Uyg'urlar orasida toki hozirgacha tayini bar ma'arif fondidan birisi mutassis qilinib boqmadi. Menimcha bu sohada chet eldagi Uyg'urlar qila oladigan nurg'un ishlar bor. 5. Uyg'ur diyoridagilarni chet elda oson tepiladigan, lekin yurtimizda asosan yo'q bo'lgan yangi ushur va bilim bilan ta'minlash. Bir qism Uyg'urlar bu sohada uzundan buyon ish olib beryapti. Masalan, har xil torbatlarni qurib, vatandagilarni uchur va bilim bilan ta'minlayotganlar. Ammo bu jihatdagi ishlar yana yetarli emas. Chet elda o'qiganning foydasini vatandagilarga yetkazish jihati qilingan va qilinayotgan ishlar nihoyat yetarsiz. Şoňlaşqa men bu qo'shindagi kishilarimizning sonining hassalab ko'payishini umid qilaman. Agar siz chet elda yashayotgan Uyg'urlarning birisi bo'lib, yuqorqi 5 turlik ishlarning birasi yoki bir qanchisida sayyora xizmat qilishni xohlasangiz, men bilan ilxat orqali aloqalashsangiz bo'ladi. erkinsidiq@gmail.com. Qadrli qarindoshlar, bu Erkinsidiq akamizningki 2009 yil yozgan maqolasi ekan, 7-ayning 3-kuni. Ondan keyin chet elda nurg'un yaxshi ishlar bo'ldi, hammamiz shohid, bu ishning ishida bizlarmi bor. Bundan keyin yaxshi bo'lg'usi qadrli qarindoshlar. Vatandagi qarindoshlarning chet eldagi Uyg'urlar qarata yuqoridan boshqa talab iltimosi bo'lsa, uni yezib
bana ilhat arkalık mağdurub berişini ümit kılıman. Men vatandakilar teklif yoki talab qilib qilgan ishning hammasini qilib yoki qildirib bilinmasligim mumkin. Biroq o'zim muvofiq ko'rgan ishlarni chuqum chet eldagi Uyg'urlarga tashabbus qilib bera olmayman. Bir qancha kunning oldida men vatandagi bir do'stimdan mundaq bir ilxat topshirib oldim. Bu yerga chiqarishga muvofiq bo'lmagan joylarning o'rniga ko'pchilik qo'yib qo'ydim. Xatingizni o'qib o'tib, ko'zlarim ixtiyorsiz holda yosh keldi. Nimalarni o'yladim, nimalar haqida mulohaza qildim. Bularni o'ylab bularni deb bo'lolmayman. Biroq bizlarning nimalar haqida o'ylaydiganligimiz har birlarimizga kundek ayon. Chet eldagi har bir Uyg'ur qanday yashashni bilgan, hech bo'lmasa amdiroq bo'lsin his qilgan bo'lsa edi deb armon qilaman. Endi bizga lozimi shuki, her bir Uyg'ur balası şöhretlik zat buluştum burun adam buluşu. Hem şunun bilen teng Uyg'ur buluşu lazım. Bizga kirken şundak ruh. Dünyada Uyg'urning o'rni bo'lmasa, bizden hiç nimemiz bo'lmaydi. Her birimiz Uyg'ur attık bina üçün birden kesak buluşumuz kerak. Uyg'urning jarchisi, teşvikatçısı, ilançısı bulalısak armansız yaşar idik. Deginingizdak bir adamning qanday yashashni bilishi, kim uchun yashashni bilishi onun ömürlük baxti ekan. Xeyli ko'plar yozuvchi, olim va muallim bo'lalabdi-yu, texcha odam bo'lolmabdi. Altıncısı ahirki söz, Erkin Sıdık akimizdeki ahirki sözünü okugandan keyin tugutimiz qadrli qarindoshlar. Albert Einstein yeni mundaq deydi. Biz hazır duş kelgan nayt muhim ve nayt qiyin meselelerni biz ularni keltirib chiqargan vaqtdagi bilan o'xshash saviyada turib tafakkur qilish orqali hal qila olamiz. Agar biz Uyg'urlarning yaqinqi bir qancha asr mobaynidagi tarixiga obdan sapsilib qarab boqadigan bo'lsak, Uyg'ur diyori va Uyg'ur jamiyatida yuz bergan cho'ng chekinishlarning xil ko'plariga Uyg'urlar o'zlari sababchi bo'lganligini bilib olamiz, bayqaymiz. Buning eng yaqinqi bir misoli sifatida hozir yo'l qo'yilayotgan xato tus olgan qo'sh tillik ma'arif programmasi. Ne tilga olish mumkin? Moshundaq chekinishlarning yuz berishida Uyg'urlar orasida yuqori qobiliyatga ega liderlar ve layaqatli dahiylarning kam bo'lishi ve Uyg'ur ziyolilarining sukuti turib olishi nihoyat cho'ng rol o'ynagan. Uyg'urlar bir qudrat tepish yo'nalishiga qarab mangamdi yoki texmo chekinish yo'nalishiga qarab mangamdi. Uyg'urlarning bundan keyingi 5-10 yil ishida tutadigan yo'lni belgilashi mumkin. Xalqning to'g'ri tanlash qilalishi yoki qilinmasligida Uyg'urlarning ishidagi ommaviy, an'anaviy va yangi tipdagi, ya'ni o'z oldiga mustaqil ish ko'radigan organik ziyolilar. Shundaqla Uyg'urlar ishidan chiqqan liderlar nihoyat kuchli rol o'ynay oladi. Men ushbu yozmamning Uyg'ur qarindoshlarimning bo'libmi Uyg'ur yoshlarining o'zida bor bo'lgan ziyolilik va liderlik tug'ma talanti ve yushurum kabiliyetinin to'liq tunib olishi, Uyg'ur ziyolilarining o'z burchi ve tarixiy mas'uliyatini to'g'ri tushunib olishiga bir az yordami bo'lishini umid qilaman. Ben yaqinda yaşı hazır 70 ga yaqinlashgan, bütün ömrünü azsalliq millatlar ustidagi tadqiqotga bag'ishlagan, Jungu bilan Uyg'urning ahvolini obdan biladigan bir Yevropalik dağlık erbab bilan paranglashgan edim. O menga Uyg'urlarning ahvolida bir cho'ng yaxshilanish bo'ladi. O o'zgarishni men ko'rmasligim mumkin, lekin uni sen ko'ralaysan dedi. Nurg'unlarimiz Uyg'urlarning boshqalarga o'xshash qudrat tepib, parlaq istiqbolga erishadiganligidan bir kunmi umid uzib boqqan emas. Boshqalar qiladigan ishni Uyg'urlarning qiladiganligidan ancha gumonlanib boqqan emas. Lekin o parlak istiqbalning biz hemmimiz qo'limizni qo'shtirib qarab tursak, o'zligidan kelmaydiganligini obdan bilamiz. Uyg'urlar hozir o'z ishidan layoqatli yo'l boshlamchilar va yetaklovchilarning ko'plab chiqishiga nihoyatda ehtiyojli.
Şoňlaşky men ushbu yazmany okugan her bir okurmanlardan özüdeki bir ziyali buluşqa ve bir yetekligüçi buluşqa münasip keladigan talant bilen iktidarlarını bir qatim tekşürüp bekişini, aşu talant ve iktidarlarını iş qilib, milletki burun nima iş qilib berganligi, hazır nima iş qilib berayotganligi ve buningdan keyin nima iş qilib beralaydiganligi ve qilib beradiganligi ustida bir qatim astoydil oynanıp bekişini ümit qilaman. Enişten yuqorida aytgandek, Uyg'urlar hozir duch kelgan masalalarni burunqi sizlik bo'yicha o'ylash, burunqidek yo'l tutish orqali hal qilg'ili bo'lmaydi. Men yangicha saviyada o'ylash va yangicha uslubda ish olib berish ustida izlanayotgan har bir odamdan mundaq bir narsani asli ching tutishni so'rayman. Uyg'urlar siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatda qad ko'tarish uchun oldi bilan ma'arif ve ilim fende qad ko'tarishi kerak. Qadrli qarindoshlarım, bu yazmada tilga olingan asarlarning tur adresi debdi. Bularni biripti kitaptan bunu ko'rib olsanglar bo'ladi, jenim do'stlarim. Shunda qilib Erkin Sidiq akamizningki bu kitap, yani kişilik taraqqiyot haqidagi yazmalar birinchi qismdan o'rganiladigan ko'rgan mazmunlarni sözlengen bu bir yerde bakılgan mezmunlarını inşallah bizninki başka kadarlı qarindoshlar, demek bir saatga yakın bir saatin eşipti kadarlı qarindoshlar biraz. Mezmun biraz köp, bunu okup boğuca tillerini kurup gitti. Lekin bununki çokum bir paydası bulduğalığa işini men kadarlı qarindoshlar. Zaten Erkin Sidiq akamizningki maqalalarını okugan qarindoshlar köp. Erkin Sidiq akamiznning ta'sir doirasi xeli zo'r. Bu to'g'rida az bo'lmagan kuchlarni chiqadi, her daim maqolalarni yozib bizga ilhomlantirib turdi. Addisi bugün mü Uygur Akademisi, yani Uygur Akademisi Erkin Sidiq akamizning tavsiyasi bilan bizning bu yerdagi qarindoshimizning harakati bilan qurildi. 8 yilning yanqisi xizmat qilyapmiz. Addisi bugün mü Misrdan kelgan o'quvchilarga ochgan 3 sinf ochgandik 5ida keyin ko'payib ketib, o sinflarni boshqa bir yerga yo'tkab, bolalar sig'may. Bugun eng oxirgi kuni bolalarga o'qish nimasini taqdimiz, diplomga o'xshash, ya'ni bu yerda til o'qiganlikka aloqador bir belge berimiz, qadrli qarindoshlar, guvohnoma. Şu guvohnomaga ketib, biz Erkin Sidiq akamizningki 6-cı qism kitobi bo'lgan bu neticelik Uyg'urlar degan kitobni bu yerda hozir nimasi yaxshi chiqmay qoldi. Yani neticelik Uyg'urlar degan bunu kitobni birga sovg'a qildik, qadrli qarindoshlar. Erkin Sidiq yazmalar 6-cı qism neticelik Uyg'urlar. Bu yerdagi Uyg'ur qarindoshlarimiz, yani 51 kishininki rasmini ko'rdinglar. Bular chet elde o'qib muvaffaqiyat qozongan, yani neticelerge erişken ziyolilarimiz. Şoňlaşky bularni qarindoshlarimiz özününki guvohnomasini olganda, bunun yanında bir tane Erkin Sidiq akamizningki ve bizning tadbir şirketimizning sovg'usi bo'lgan özü 30 liralık kitap, bunun 30 tane apırıp berdim, qadrli qarindoshlar. Şu balaga taqdim qilimiz, sovg'a qilimiz. Bu mu bir ilhamlandırışningki bir usuli. Bu kitapni yazıp chiqishning o'zima. Bunun birleşip neşrini çıkardık muş qarindoshlarimiz bilan. Şu Misrdan kelgan özü türkçe o'qigan aş qarindoshlarimiz agar bu kitobni o'qisa, balkim hayotni o'zgartiradigan bir eg'iz jumla yoki bo'lmasa birisining hayoti, sarguzashtisi, muvaffaqiyatlari o qarindoshlarimiz ilhom bo'lib qolsa, inşallah belki hammasiga ilhom bo'lsin da biz o hayotidagi paydası buluşu mümkün degan umidimiz. Qadrli qarindoshlar, davası bugünkü dersimiz tadbir yaysin dersli 11. ders
ziyoli yetakligüchi va boshqalarni ilhomlantirish to'g'riliq maqolani o'qidik. İnşallah boshqalarga paylaşib qo'yg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.